Normada limfotugurlar ko'rinmaydi. Shishib kattalashgan limfotugurlar ko'rinadi. Nam limfotugurlarimiz katta bo'lgancha mana ichida qon aylanishi ham ko'p, svejiy limfotugurlar deb aytsa bo'ladi. Bularnikida qotib qolgani yo'q, ba'zi payt qotib qolib, ichi oq bo'lib qoladi. Mana bunaqa limfotugurlar eskisi bo'ladi ko'pincha. Bularda mana qo'llar orqasida ham bor maydalar. Bunaqa maydalar qo'l orqasida ham bor. Mana biz o'yinimiz. Qachonki kuchli shamollash o'tkazganda Bo'yin orqasida ham bo'lishgan. Shuni aytaman, bo'yin orqasida ham bor. Mana bo'yin orqasida ham turibdi, mana turibdi. Limfoz ko'rinmaydi. Bunaqa 8liklarni farqlaymi, bundan ham kichkinasini farqlash qiyinroq. Monetadagi bizmi bu? Mana bunaqa bo'ladi, kichkina. Bu ham tag'in ham qorayib turgancha ko'ramiz. Hatto o'zi bundan ham kichkina bo'ladi. Bu yerda kichkinasi, bu juda ahamiyatli emas, lekin bu ham bor. Oltiga 3